Leksimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Prezident Obama Amerika dereceden taşqarı çoğun devlet. Bütün dünyaya mesul deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4-ayning 20 kuni Twitter'da e'lon qilindi. Prezident Obama Amerika dereceden taşqarı çoğun devlet. Bütün dünyaya mesul bo'ladi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4-ayning 20 kuni Twitter'da e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Prezident Obama Asiyada muvaziyetleştirishni bor kuch bilan tashabbus qildi. Diqqat vatandaş. Prezident Obama Asiyada muvaziyetleştirishni bor kuch bilan tashabbus qildi. Amerikaning strategik siyosatining eg'irlik nuqtasi O'rta Sharqda qilib qolmadi. Yevropada qilib qolmadi. Belki Amerika'nın stratejik siyasının egirlik noktası bugün Asya'ya yötkeldi. Dikkat vatandaşım, Amerika'nın stratejik siyasının egirlik noktası O'rta Sharqda qilib qolmadi. Yevropada qilib qolmadi. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining stratejik siyosati Asya'ya yötkeldi. Biz mushu abzasni iki cümle bilan tahlil qilsak, balki Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharqdagi tarixiy vazifasi oxirlashdi bo'lg'ay. Lekin tashlab etmaydi, boshda aytibdi Prezident Obama butun dunyoning ishlariga Amerika mas'ul debdi. Biroq O'rta Sharqdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining bajarishli tarixiy vazifasi oxirlashgan. Shundaqli Yevropadagi Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixiy, axloqiy vazifasi oxirlashdi. Bugun shunga Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosati Yevropada qilib qolmadi, O'rta Sharqda qilib qolmadi. Osiyoga yetgan. Qarshi olamiz Prezident Obama efendim Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatining Osiyoga yetkilishini qarshi olamiz. Bugün mana tinch bo'lib, endi arlıqdan nurg'un qitim egizdan chiqdi. Endi tinch bo'lib, Prezident Obama'nın ağızdan anladık. Prezident Obama nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining stratejik siyosati Osiyoga yetkeldi. Belki Osiyoga yetkeldi. Prezident Obama'nın bu nutqi şurayında ciddi emas kechiringlar, saboqlashtirib, ba'zi ittifoqdoshlarning noroziligini qo'zg'adi. Prezident Obama mundaq hisobladı. Amerika qudratlik darajadan tashqari davlat. Bütün dunyoga mas'ul. Universal matbuotda 4-ayning 20 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama 20 kuni Saudiya Arabistonni ziyorat qilib, Dengiz qo'ltiqi Arab hamkorlik tashkiloti tashkiliy komiteti a'zo davlat boshliqlari bilan ko'rishib, Yaman masalasi, Suriya masalasi va terrorizm qarshi turish masalalari bo'yicha fikr almashtirdi va suhbatlashgan bo'ldi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Men ishonamanki, Amerika dunyoda qudratlik darajadan tashqari davlat bo'lish sifati bilan dunyoning har qaysi burjaklarigacha mas'ul bo'ladi. Biz urush va talash tortishlar ichida aktiv rol o'ynashga tirishchanlik ko'rsatamiz. Bu deganlik krizis yuz bergan har qanday bir joyga harbiy kuch o'rinlashtirishimiz deganlik emas. Bu deganlik krizis yuz bergan har qanday bir joyga harbiy kuch o'rinlashtirishimiz deganlik emas. Masalan, O'rta Sharqda qaysi bir arab davlatining piyolasiga choy to'kilib ketsa, "Voy Amerika deb Amerikaga yelinib, Amerikaga tayinib olib bir davlatlar bir davlat o'tirsa, o nizah, bu nizah, o diniy ko'zqarash, bu mazhab, bu guruhbozlikdan bir ish chiqadigan bo'lsa, yana Amerikaga tayinib olib, bu diniy mazhablar o'tirsa, kurashlar, diniy talash tortish o'rtasida kurashlar, masalan, Iran bilan Saudiya Arabiston degan, boshqalarga Amerikani aralashishni talab qilish, bu ortiqcha bir gap qo'y, apandilar. Ortiqcha bir gap qo'y. Biz oddiy odamlar, davlatlar munosabati aytgandim buni, bu ortiqcha bir gap ham bo'ldi-ku, endi o'zingning ishini o'zing qil. Degandek bir gap tabiz. Her bir bo'jakka Amerika'nın harbiy qo'shinlarini o'rinlashtirish majburiyatimiz yo'q.
Yaqında Prezident Obama muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatgan. Ba'zi do'stlarimiz Amerikadan foydalanmoqda. Shundaq o'tganda Jungomo Amerikadan foydalanadi deb ko'rsatgan edi. Bu so'z ba'zi ittifoqdoshlarni ranjitib qo'ygan edi. Masalan, yuqorida Arabiston qatorliq degandek. Bu qatimki ziyorat Prezident Obamaning prezident bo'lib saylangandan keyin Saudiya Arabistonni 3-qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Balki Saudiya Arabiston bilan Amerikaning munosabati yaqindan beri sal izchil jiddiylashib qoldi. Prezident Obama prezident saylamiga tushgan kunlarda Saudiya Arabistonni atalmış do'stimiz deb ataganmi edi. Prezident bo'lib saylangandan keyin Prezident Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatining eg'irlik nuqtasidan Osiyoga yo'tkalganligini, O'rta Sharqda turib-olmaydiganligini o'zsiz ta'kidlagan. Keyin Saudiya qatorliq ba'zi davlatlarning noroziligini qo'zg'agan. Yaqindan beri İran yadro qurollari suhbati va Suriyaning vaziyati qatorliq masalalarda ixtiloflar ko'rilib, Amerika bilan Saudiya Arabistonining munosabati yiroqlashishga boshladi. Amerikaning yaqinlashishiga Saudiya qatorliq dengiz qo'ltig'i davlatlari ancha qiziqmaydigandek. Bu deganlik endi hozir O'rta Sharqda ba'zi davlatlar endi Prezident Obamaning vazifa o'tash muddatining oxirlashayotganligini nazarda tutib, kelar navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlariga saylanadigan prezident va yangi hukumatdan umid kutib, siyosatning o'zgarishini kutib kelmoqda. Endi bundaq aytganda 60 yil, 70 yildan beri O'rta Sharq ya bu ziddiyat hal bo'lmasa, ziddiyatni hal qilsa, keyinda u chiqib, keyindan bu chiqib turaversa, bu haqiqatan Amerikaning beshini og'ritgan bo'ladi. Şuna Prezident Obama keskin aldı. Bu qatam Amerikanın strategik siyaseti O'rta Sharq turavermaydi. Yevropada turavermaydi. Osiyoga yetdi. Siz bu nuqtaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Shu qatorda shu oldimizda o'tib ketgan 20 yil, 30 yilning mobaynida Sharqiy Yevropada ko'rdik Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatini. Vavensa do'stimiz bilan tanishdik Polshada. Sakharov do'stimiz bilan tanishdik Rossiyada. Shundaqla qo'shimcha Janubiy Afrikada Mandela do'stimiz bilan tanishdik, rahmatlik bo'lib ketdi. Janubiy Afrikada, O'rta Sharqda shundaqla Yashir Arafat rahmatlik bo'lib ketdi. Shular bilan tanishdik. Demak, shu nuqtalar hammasi Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosatining shu davlatlarda o'ynagan roli. Prezident Obama başta aytibdi-ku. Başta aytdi-ku ana. Aniq aytdi-ku. Amerika Qo'shma Shtatlari butun dunyoga mas'ul. Axloqiy jihatdan mas'ul. Butun dunyoga axloqiy jihatdan mas'ul. Mana bu katta gap. Bu tunji qatim Prezident Obamaning og'zidan oldi do'stlar. Endi navbat endi O'rta Sharq tufayli hal qilib bo'ldi. Tarix vazifa ado bo'ldi deyli. Yevropa Sharqi, Yevropa tarix vazifa ado bo'ldi deyli. Shundaq deyli. Endi Amerikalar deyish kerak bunday gapni. Endi Osiyoga kelish kerak. Osiyoda nurg'un masalalar va vatandoshim, Osiyoda Jungo masalasi va masalan Jungolikdan hozir Jungoning o'qituvchilari yoki g'ayri fikrdagilar demokratiya talab qilyotidi. Bir partiya hukmronligi va mustabid va diktator bo'lyotidi. Xalqni izlayotidi. Undaq aytganda sotsializmdagi qalpoqasi Jahongirning siyosatini yurgizyotidi. Uyg'urlarni maxfiy tutib, maxfiy o'ldiryotidi. Ölüm cezası beriyotidu. Jungoda hech qanday bir sorunda siyosiy mahbus siyosiy jinoyatlar uchun Uyg'urdan boshqa hech kim o'lim jazosi bermaydi-mi? Bak, mayli Xitoy bo'lsin, mayli Tibet bo'lsin, siyosiy jinoyatchi bilan keldikan Uyg'urga o'lim jazosi berdi-ki, boshqa hech kim o'lim jazosi bermaydi. Buning sababi nima? Jungo hukumati hozirgacha buni shar'iylab tushuntirib bergani yo'q. Sababi zodi nima? Nimish Uyg'urning siyosiy mahbuslariga o'lim jazosi bersan, nimish yoki Xitoyning ya boshqalarning o'lim nima siyosiy mahbuslarga o'lim jazosi bermaysan? Nima bu yerdagi sabab nima? Bu yerdagi sabab 1944 qurilgan Uyg'urning davlati va shuningdek keyingi munqariz qilib Xitoy qo'shib prezidentiv etish oraliqida Xitoy bilan Uyg'ur o'rtasidagi munosabat urush altidagi munosabat deyishga bo'ladi. Buning sababi sen Uyg'urdan chiqayotgan siyosiy mahbuslarga o'lim jazosi berding, men shunda tahlil qildim. Qo'shilmasang sen o'lim jazosi berishda Uyg'urga to'xtat. Shundaqdan. Shunganda Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik siyosati
Osiyoga yetkeldi. Osiyodagi ishlarni qilib qolgan tarixiy masalalarni va hozirgi real ishlarni bartaraf qilish va bilan arilish kerak. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dediki, qudratli davlat prezident Obama dediki, dunyoning ishlariga mas'ul.